Assalomu alaykum, hurmatli Yashil Hovli kanali kuzatuvchilari. Bugun shu hammani uyiga kirib borishga ulgurgan shu ikkita gul to'g'risida gapirmoqchiman. Shular haqida savol kelgan ekan. Spatifilum ayol baxti, antorium erkak baxti. Hozirgi paytda hamma shu ikkita gulni parvarish qilishga qiziqadi. Kirib bormagan xonadon menimcha qolmadi hisob. Lekin bu ikkita gul bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Spatifilum suvni ko'proq ichadi. Spatifilum sug'orayotganda tuyagini katta kichikligiga qarab 2-3 cm namlik ketganda suv berish kerak. Antorium bo'lsa tuyagini oxirigacha turpog'i qurimaguncha suv berish kerak emas. Chunki antorium 1-2 kun kechroq suv berilsa hech narsa qilmaydi. O'z vaqtida berish kerak, lekin oldin suv bersa chirib ketadi. Menga savol jo'natibdilar. Men 3 oy oldin antorium gulini oldim. Rosa chiroyli, qip-qizil edi. Guli xira bo'lib, xunuk bo'lib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi? U gul juda ham uzoq turadi, antoriumlarning guli. Xira bo'lib ketishining sababi u muddati o'tgan. U gulni kesib, qirqib olib tashlash kerak. Bugun mana shu gulim martda ochilgan edi. Bu antorium gigant turi. 12 ta gullagan edi shu tuyda. Gullarni muddati o'tishi bilan hammasini olib tashlaganman. Hozir 2 ta qoladi. Bugun shularni ham olib tashlayman. Sababi bularni hammasini olib tashlaganingizdan keyin yangi barglar chiqishni boshlaydi va yana boshqatdan gullaydi. Gul o'zi buni juda ham uzoq turadi. 9-10 oygacha turadi, lekin xira bo'lib, xunuk bo'lib, urug'lashni boshladimi, olib tashlasa, keyingi guli yana tegidan chiqib keladi. Endi spatifilum, antoriumlarni faqat suv berib, yaxshi tuprog'iga eksa shunaqa gullaydimi? Yo'q, bunaqa gullamaydi. Boshqa gullarga 1 marta yoki 2 marta o'zini oziqasini bermasa, shunaqa davom etishi mumkin, lekin bu antorium spatifilumga kaliy fosforga boy oziqalarini berib turmasangiz, bunaqa chiroyli uzoq guli turmaydi, to'xtamasdan gullamaydi. Bular alohida sharoit, alohida muhit talab qiladigan gullar hisoblanadi. Mana men hozir antoriumni eskirgan gullarini kesib olib tashladim. Hozir endi kaliy fosforga boy bo'lgan o'zini oziqalarini berib qo'yaman. Endi xudo xolasa yangi gullarni chiqaradi. Ularni ham sizlarga ko'rsataman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.